Barchangizga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Savdur Fire. Bugungi videoni obloshkasida ko'rib turganingizdek, bugun sizlarga ultimatumdagi cheatersga joylarni ko'rsatib o'taman. Bu cheaters joylar bilan sizlar raqiblaringizni osongina yutishlaringiz mumkin va top 1 olib ketishlaringiz mumkin. Ya'ni yutishlaringiz mumkin-da. Biz videoni ko'p o'tirmagan holda boshlaymiz. Kanalimdagi do'stlar like bosishni unutmanglar, obuna ham bo'lib qo'yinglar. Tak, birinchi joyimizga bu 2 kishi kerak bo'ladi. Mana shunday bitta raqibimiz pastda o'tiradi, ikkinchisi esa tepaga chiqadi va to'qib sakrab mana bu yerga o'tib olishi mumkin. Endi bu yerda baribir o'lib ketadi, lekin baribir ham ko'rsatib o'tdim. Raqibimiz qanaqa ekanini men bilmadim. Ana shunday qilib bu tarafga o'tib olsa bo'ladi. Bu yerda ham mazza qilib endi kakta raqiblaringizda lol qoldirishlaringiz mumkin. Keyingi joyimiz ham bu mana shu yerda bo'ladi. Mana shunaqa qilib chiqib olganlaringizdan keyin mana bu yerga stran qo'yib, mana bu yerga chiqib olsangiz bo'ladi. Men tushib ketdim. Xullas o'zlaringiz ana shunday qilib bemalol chiqib olsangiz bo'ladi. Keyin mana bu raqibimiz qilganda ishlarni ketsangiz bo'ladi. Mana bu yerdan sakrab mana bu tomgacha bemalol yetib olsangiz bo'ladi. Endi men tushib ketdim, uzr so'rayman sizlardan. Bu yerdan chiqishni bilmayotganlar mana bu yerga chiqib ketsangiz bo'ladi. Mana bu stran qo'yib mana qilib chiqib ketasizlar. Agar siz yana bu joyda kamlik qilayotgan bo'lsa, o'rtaroqqa uzunchasiga qilib qo'yishasiz. Endi bir kaltaroq bo'lyapti. Mana bunday qilib qo'yib sakrab, mana bu yerga o'tib olasizlar. Bu yerdan bemalol o'ynab yurasizlar. Mana qilib raqiblaringizni otib, stanaga qo'yib, o'ynab yurasizlar. Yoki agar xohlasangiz yana stana qo'yib, u tarafga bu yerga ham o'tib olasizlar. Keyingi joyimiz bu mana bu yerda bo'ladi, shu zonada. Bu yerga mana shunaqa qilib stana qo'yasizlar. Mana tarafdan chiqasizlar. Bitta endi agar o'zlari chiqolmaslaringiz mana bunday o'tirib sheriklar chaqirasizlar. U bizga patishib beradi. Mana ko'rib olishlaringiz mumkin. Mana shu yerga chiqib bemalol istagan odamlaringizni otib boshqa qilib o'ylashlaringiz mumkin. Mana bu ham stana qo'yib bemalol o'ynayverasizlar. Agar jalki bo'lmasa mana bu yerga sakrab qo'yasizlar. Sakrash mumkin ekan. Keyingi lokatsiya mana shu yer bo'ladi. U yerda ham mana orqasiga o'tib olishlaringiz mumkin. Agar sizga kerak bo'lsa, sheriklaringiz bo'lib o'tiradi, stana qo'yasizlar, qo'ymaslaringiz ham bo'ladi. Mana shunday chiqib olib, orqaga kirishlaringiz mumkin. Hozir men kirsam chiqa olmayman, o'lib ketaman. Shuning uchun sizlar mana shu yerga bemalol kirib olishlaringiz mumkin. Keyingi zonamiz mana shu yer bo'ladi. Bu yerda o'zi hech kim shart emas, raqib ham boshqa ham. Buni sizlar ham bilsangiz kerak. Bemalol mana bu tepaga chiqib olsangiz, yotib o'tirsangiz, mana raqib sezmay ketishi mumkin. Agar tayinlaringizda bo'lsa, yoki kelib mana bunday qilib raqiblaringizga otishlaringiz mumkin. Yoki boshqa qilasizlar. Agar bu ham sizlarga kamlik qiladigan bo'lsa, mana bu yerga ikkita stanachani qo'yib olasizlar. Uni ustiga chiqishlaringiz mumkin. Unda ham keyin poylar bu ham uncha yomon emas. Mana shunday yotib keyingi lokatsiyamiz bu mana bu zona. Menimcha bu zonadagi sirli joylarni ham bilsangiz kerak. Uncha bilish qiyin emas. Mana bu yerga kelib, mana bu yerga chiqib, mana bu tarafga chiqsangiz bo'ladi. Bu yerda ham istagan odam o'tsangiz bo'ladi. Men sinab ko'rganimizlar ham bilmadim. Buni ham baribir aytdim, ehtimolga qarshi. Bu ham juda yaxshi bo'lgan. Uni ingib, pastda sudralib yursangiz bo'ladi. Balki o'zlaringiz sezmay qolib, sizlar yutib ketishlaringiz ham mumkin bo'ladi. Keyingi zonamiz bu mana bu yer bo'ladi. Mana bu yerga chiqib, stran qo'yamiz. Mana qilib tepaga chiqib olishimiz mumkin. Bu yerda ham raqibimizni otib, o'ldirib, tashlashimiz bo'ladi. Bunda ham agar raqib slabay bo'lsa, bemalol o'ldirib, top 1 olib ketasizlar. Do'stlar, keyingi lokatsiyamiz bu mana bu yer bo'ladi. Buni ham eslab qolinglar. Bu yerda mana bunday tepaga chiqib, mana bu tarafga o'tib olishlaringiz mumkin. Buni ham balki sizlar bilarsizlar, lekin men bir aytdim. Buni bilmayotganlar ham bor. Bu yerda ham mana shunday qilib Twitterga o'xshab o'ynashlaringiz mumkin. Raqibimiz ketdi. Keyingi zonamiz bu mana bu yer bo'ladi. Mana bu tepaga chiqamiz. Uni chiqishni qo'yamiz. Mana bu yerga ham testini qo'ysak, mana bu yerdan chiqib olishimiz mumkin. Bu yerga qo'yishni bilmayman, lekin men qo'ydim.
Mana bu yerga ham qo'yib, keyin chiqsak bo'ladi. Raqibimizni ham shu yerdan turib otib, o'ldirib boshlasak bo'ladi. Bu ham qachondir sizlarga foyda berishi mumkin. Keyin zonamizda mana bu yerda bo'ladi. Agar sizlarning sheriklaringiz bo'lsa, mana bu yerda sheriklaringiz yotib turib, ikkinchilarga chiqib ketishlaringiz mumkin. Agar sheriklaringiz bo'lmasa, mana bunaqa ko'rsalaringiz bo'ladi. Mana istana qo'yib o'lib qolamiz. Do'stlar, bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Короче, bye bye.